Assalomu alaykum, biz ko'rib borayotgan do'stlar, bu galgi o'rnatganimiz hop Agfa Neo'dan Zolotoy dub seriyasi 1.10 ga 2.40 lik eshik bir dona. Hop 1.24.5 ga 1.67.5 2 dona deraza. O'rtadan bitta ochilish, oynaklari 2 qavat bu ikkalasiniki. Eshigimiz 1 qavatli. Shunday holatda ichkaridagi holati tosh padagonlik bor bu yerda. Mramor bu. Bu yer ko'hna bo'lgani uchun mramor tosh qo'yganmiz. Bittasi o'ngga, bittasi chapga ochilishli. Qaraganda o'sha ikkalasi ham ikkita qo'lda bir-biriga qarama-qarshi ochiladi. 40 lik padagonlik qo'yilgan. Xo'p, bularning narxi 6.250.000 mingga ikkala 3 ta narsani qo'yib berdik. Ikkita deraza, bitta eshik 6.250.000 so'mga. E'tibor uchun rahmat, salomat bo'ling.